AYD kompaniyasi bilan Turkiyaga keldik. Chichinkaya panel zavodiga. Ayni damda biz o'zimizning hamkasblarimiz bilan bu joyda yig'ilayotgan stabilizatorlarni sifatini, ishlab chiqarish jarayonlarini kuzatyapmiz va albatta hamkasblarimiz bu joyda crash test qilib, stabilizatorlarni tekshirish jarayonlarini olib borishyapti. Chichinkaya stabilizatorlarini anchadan beri ishlatamiz. Tajribamizdan o'tkazganmiz. O'zbekiston sharoitiga ma'qul yechim. Lekin ishlab chiqarish jarayoni hech ham ko'rmagandik, bilmasdik. Mana bugun buni ko'rib, uni chidamliligi, bardoshliligini mutaxassislar tomonidan yana bir marta tekshirtirib, bunga o'zimiz amin bo'ldik. 0.5 kilovatdan 1000 kilovatgacha stabilizatorlar yig'iladi. Chichinkaya stabilizatorlarini hammaga tavsiya qilamiz. Bugun biz Chichinkaya panel korxonasiga safar uyushtiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Ketmeydi. 8 modülden başlıyor, 90 modüle kadar devam ediyor. Bizlar eng yaxshi ko'rgan Toshkentda hamma sevib qo'llanadigan balistlari hamma ham qilolmaydi. Firmamız 1979 yılında kuruldu. Özbekistan pazarında bizim de çok güçlü olduğumuz sigorta kutularımız. Yaklaşık 4 senedir Murat Bey ile ticari partnerliğimiz ve yakın bir dostluğumuz oluştu. AYD firmasi rahbarlariga rahmat. Shu tajribamizni oshirish maqsadida Turkiyaga safar uyushtirib bizdan taklif qilishdi. Hozir o'z ko'zimiz bilan bo'layotgan ishlarni, detallarni birma-bir ko'rib, o'zimizni tajribamizni yana oshiryapmiz.